Bir hafta oldin bitta bemor keldi, ortodont jo'natdi. Bemorning shikoyati burundan nafas olishga umuman qiyinchilik yo'q. Lekin ortodontga borgan, prikkisi buzilishini hisobiga. Ortodont holatni aniqlab, lorga jo'natgan. Bizga keldi, biz holatni aniqladik, ko'rdik va bemorga tushuntirib berdik. Bemor shikoyati prikkis o'zgarishi va yuqori tanglayga tili to'liq yetib bormasligi. Xo'p, buni tushuntiradigan bo'lsam, bu burni va burun yo'llari, teshiklari. Bu burun to'sig'i, bu kompyuterdan ko'rsatadigan bo'lsam, burun to'sig'i va burun yo'llari. Chaqaloqlarning qulog'ini ushlasangiz, yumshoq bo'ladi, yosh o'tgan sari, qaragan sari quloqlar qattiqlashib boradi. Tog'aydan tashkil topgan bu quloq suprasi. Burun to'sig'i ham ma'lum qismi tog'aydan tashkil topgan bo'ladi. Bu ham qattiqlashib boradi. Kimdadir 10 yoshda, kimdadir 16 yoshda. Bu tananing o'sishiga bog'liq. Qattiqlashishi hisobiga, qurishini hisobiga. Bu nima qiladi? Qiyshayishni boshlaydi va yuqori jag'i yuqoriga tortishni boshlaydi. Qurishini hisobiga qiyshayib. Tortgan sari prikkis o'zgaradi va tili yuqori tanglayga tegishga qiynaladi. Bunaqa holatda ortodontga bordi, yaxshi ortodont opitni, agar boshqa ortodont, agar bilmaydigan ortodontga borsa, nima qiladi? Bunaqa holatda brikket taqish kerak, prikkisini keltirish kerak joyiga deydi. Xo'p, burun to'sig'i turibdi. Bu yerda brikket taqdi, brikket tortdi. 2 yil davomida turdi. 2 yildan keyin qachondir yechish kerak. Umrbod turmaydi brikket. Olib tashlagandan keyin haligi burun to'sig'ini nima qildi? Haligi joyiga yana tepaga tortib oladi. Deydi bemor. Boshqa ortodontga boraman, bilmas ekan qilolmadi. Boshqa ortodontga bordi, u ham nima bilmadi. Brikket taqadi, 2 yil turadi, 2 yildan keyin olib tashadi. Haligi to'sig'i, burun to'sig'i uzilmagan joyiga tortib oladi. Qachon bu burun to'sig'ini uzib, yuqori jag'i erkin qo'ymagunizcha tortib olaveradi. Bu burun to'sig'ini uzib qo'ysa, yuqori jag'i erkin bo'lsa, ortodont brikketni taqadi, joy-joyiga keltiradi va o'sha joyda qotadi. Shundan keyin burun to'sig'i umuman xalaqit bermaydi. Nima demoqchiman? Bunaqa holatlarda birinchi o'chiritda kimdadir shunaqa holat kuzatilsa yoki prikkis o'zgarsa, ortodontga borib bir maslahatlashiladi va lorga kelinadi. Ikkala tarafdan ham holat o'rganilgandan keyin bitta maqsadga kelib, keyin tavsiya beriladi. Ahamiyat bersanglar, qiyshayib ketadi. Qatgacha chiqadi, ko'ryapsizlarmi? Qatgacha chiqadi burun to'sig'i tortib. Shunchalik tili teg'iz olmaydi. Shunchalik prikkis nima qiladi? O'zgarib qiyshayib ketadi. Kimdadir oldiga chiqib ketishi mumkin, kimdadir orqaga tortib ketishi mumkin bu burun to'sig'i. Kimdadir oldiga chiqib ketadi. Ko'pchilik savol berishi mumkin, hadi burun to'sig'i prikkis o'zgarishiga sabab bo'laveradimi? Yo'q, hadi bo'lamaydi. Boshqa sabablar ham bor prikkis o'zgarishiga. Shu sababli ortodont bilan lor holatini aniqlab, aniqlik kiritib, keyin xulosa beradi.